Meditsina sohasida ta'lim olayotgan studentlar uchun navbatdagi qiyinchilik. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Afsuski, bugun tibbiyot sohasida ta'lim olayotgan talabalar uchun navbatdagi minusga ishlashi kutilayotgan bir o'zgarishni aytib o'tishga majburman. Hozirgi kunda bilamizki, respublikamizda tibbiyot hamda farmatsevtikaga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda va bu juda ham quvonchli holat. Lekin shu bilan birgalikda qonunchilikdagi ayrim bir o'zgarishlar juda ham tushunarsiz bo'lib turibdi. Mana bunga yaqqol bir misol. Bilamizki, hozirgi kunda respublikamizda juda ham ko'pchilik tibbiyot talabalari o'qishdan bo'sh vaqtida tibbiyot muassasalarida, ya'ni klinikalarda ish olib borishadi va hatto bu ishlar uchun maosh ham olishadi, chunki qonunan asos bor. Amaldagi qonunchilikda Sog'liqni saqlash haqidagi qonunning 41-moddasida maxsus band bor va unda aytilganki, yakunlanmagan tibbiyot hamda farmatsevtika yo'nalishdagi oliy ta'limi bor insonlar tibbiyot va farmatsevtika yo'nalishlarida kichik hamda o'rta xodim sifatida ish olib borishi mumkin va bu imkoniyatdan ko'pchilik foydalanmoqda. Chunki misol uchun kichik kurslar borib tibbiyot muassasalarida, ya'ni klinikalarda sanitar yoki sanitarka sifatida ish olib borishadi. Katta kurslar esa 3-kursdan keyin maxsus imtihondan o'tgan talabalar borib tibbiy birodar, ya'ni medbrat yoki hamshira, ya'ni medsestra sifatida ish olib borishi mumkin va bunga maosh ham olishadi. Lekin hozirgi kunda parlamentimizda aynan shu qonunning shu bandiga o'zgartirish kiritish haqida gaplar aytilmoqda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining rasmiy sahifasida joylangan video unda aytilmoqdaki, talabalar aynan shu imkoniyatdan mahrum bo'lishi kerak ekan va umuman talabada hech qanday dostуп к телу bo'lishi kerak emas ekan. Fuqarolar sog'liqni saqlash qonunida 41-moddasida amalda tibbiyot yoki farmatsevtika sohasida tugallanmagan oliy ma'lumot, ya'niki o'zimiz juda yaxshi bilamiz, necha yillardan beri 3-4-kursdan keyingi studentlarimiz navbatchilik olib hamshira yoki medbrat bo'lib ishlashi mumkin edi. Mana shu qonun asosida. Hozir mana bu yangi tahrirdagida bu narsa olib tashlanyapti-da. Talaba dostуп к телу-da bu. Ya'ni u ertaga medbrat bo'ladimi, feldsher bo'ladimi, baribir tibbiy muolaja amalga oshiradi. O'rta tibbiyot xodimining o'ziga belgilangan malaka talablariga asosan unda o'sha texnikum ma'lumotga ega bo'lish kerak. Ya'ni o'zi diplomiga ega bo'lish kerak va bu ta'lim to'g'risidagi qonunning 40-moddasiga asosan diplomga ega bo'lsa, ishlash huquqi berilishi kerakligi to'g'risida tamoyil bor. O'sha tartiblardan kelib chiqib hamda o'zimizning amaldagi qonunimizning 41-moddasiga muvofiqlashtirilgan holda ushbu o'zgartirishlarni kiritgan edik. Xo'sh, bu o'zgarish o'zi bilan nimalarni olib keladi? Keling, bu haqda bugun ozgina bir fikrlasak. Birinchisi bu albatta moddiy tomon. Chunki bilamizki, ko'pchilik talabalar aynan mana shu maosh orqasidan, mana shu tungi navbatchiliklar orqasidan o'z-o'zini ta'minlash uchun pul topmoqda, ya'ni ota-onasidan pul olmaslik uchun. Bu o'sha oziq-ovqatiga, yashash uchun, ya'ni boshqa narsalar uchun ham pulni aynan mana shu ishlar orqasidan topishmoqda. Va aynan agar mana shu ishdan mahrum qilinsa, ko'rinib turibdiki, talabada moddiy holat yomonlashadi va albatta o'qishga bo'lgan qiziqish ham pasayadi. Ikkinchi tomoni esa bu o'sha amaliyot. Chunki aynan shu ish orqali ko'pchilik talabalar haqiqiy amaliyotga ega bo'lishmoqda va haqiqiy kasallarni ko'rishmoqda. Agarda o'sha videoda aytilgandek umuman odam organizmiga dostуп bo'lish kerak emas bo'lsa, ya'ni dostуп к телу mumkin emas bo'lsa, unda talaba kimni organizmini o'rganish kerak? Cho'chqaning organizmimi yoki qo'yning organizmimi? Lekin bu veterinarning ishi. Haqiqiy tibbiyot talabasi esa haqiqiy odam organizmini ko'rish kerak va uni o'rganish kerak. Lekin negadir bu imkoniyatdan mahrum qilishmoqchi. Va umuman olganda faqatgina nazariy bilim bo'lsa, ya'ni amaliy bilim bo'lmasa, unda ertaga bu qanday tibbiyot xodimi bo'lishi mumkin? Va eng qizig'ini bilasizmi? Bizda 6-kursdan boshlab oilaviy shifokorlarni talab qilishmoqda. Ya'ni amaliyotda hatto shu turni ham olib qo'yishmoqda-da. Lekin baribir 6-kursdan boshlab va 6-kurs tugatgandan keyin sen oilaviy shifokorsan, sen butun oilaga javob berasan deb aytishmoqda. Umuman olganda Yevropada oilaviy shifokor bu juda ham tajribali shifokor, chunki bilamizki, oddiy oilada har xil yosh toifali insonlar bor, ya'ni yosh qarisi ham bo'ladi, juda ham kichkinasi ham bo'ladi, o'rtacha yosh ham bo'ladi va barchasiga yordam qila oladigan, juda ham katta tajriba va bilimga ega insonlargina Yevropada oilaviy shifokor deb nomlanishadi. Bizda esa 6-kurs talabasini oilaviy shifokor deb aytishmoqda va u butun bir hammaga qarash kerak ekan, lekin amaliyotni hatto shu turni ham olib qo'yishmoqda. Ya'ni odam organizmiga yaqinlashma, lekin 6-kursda sen butun hammaga qarashing kerak deyishmoqda.
Mana shu ikkita punktni bir-biriga qo'shsak, shunday xulosa paydo bo'ladiki, talaba baribir ishlaydi. Chunki yashashga pul kerak, lekin endilikda boshqa bir sohada ishlaydi. Chunki tibbiyotda unga ishlashga ruxsat berishmasa, u boshqa sohadan ish topadi va natijada tibbiyotdan uzoqlashadi va yillar davomidan keyin u umuman butunlay tibbiyotdan ketadi. Chunki boshqa sohada ko'proq pul topadi, boshqa sohaga ko'proq qiziqadi. Tibbiyot esa uni o'zidan uzoqlashtiradi. O'sha 6-kursni tugatadi, diplomni qo'liga oladi va umuman ketadi boshqa sohaga. Natijada yana shifokorlar minusga ketadi, ya'ni ma'lum bir qismi umuman tibbiyotda ish boshlamaydi. Rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganib qarasak, u yerda talabalarga ishlash ruxsat berilgan. Lekin ma'lum bir bilimi bo'lsa, ya'ni ma'lum bir imtihondan o'tgandan keyin va qaysidir soatlarda u ishlashi mumkin, lekin aynan shu qonunchilikdagi normalarga binoan. Lekin ishlash umuman olganda mumkin. Lekin negadir bizda talabani bu imkoniyatdan mahrum qilishmoqchi. To'g'risi, deputatlarimiz nimadan qo'rqishni bilmadim. Balkim o'zini sog'lig'i uchun qo'rqishayotgandir. Lekin ular borib chet el klinikalarida yoki xususiy klinikalarda davolanishadi-ku. Oddiy klinikaga borishmaydi-ku. Bundan nima naf? Yoki o'qishga qiziqish ortib borayotganini ko'rib, o'qishni maksimal darajada qiyin qilamiz va o'qishga qiziqish bo'lmasin, hech kim o'qimasin degan niyat bormikan? To'g'risi bilmadim. Umuman olganda bilaman, bu videodan hech qanday foyda yo'q. Meni gaplarim hech kimga yetib bormaydi va baribir meni gaplarimdan keyin hech qanday o'zgarishlar bo'lmaydi. Lekin baribir bu gaplarni qayerdadir aytishim kerak edi. Va sizga rahmat agarda shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qolinglar va albatta barcha talabalarga sabr tilayman. Barchasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Tibbiyotimiz bundan-da rivojlanadi. Faqatgina ishoning va harakatdan to'xtamang. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.